Ketdik edi. Ha qo'shni, qayoqqa? Mahallaga yordam kelibdi. Shalob kiyani ketamiz Totoy bilan. Yer. Tekinga lommi ham yutaveradiganlar. Ey, baraka topkur. Bu ro'yxatda siz yo'qsiz deb tushunmaysiz. Odam ajratmalaring. Hamma teng huquqli, rais amaki. To'g'ri aytdi. Dang'allama qo'lib turasiz. 3 taraf mashinangiz bor. Malibu, Inamarka bilan ta'allam balo. Ozgina betam kerak edi, Nosir aka. U shaxsiy mol mulkim davlat tomonidan beriladigan yordam qani beriladi yusharimanga. Deydi. Shu yordamga muhtojmisiz? Ha? Shu 2 litr yoki zormisiz? Unda atabi kam ta'minlangan degan spravka qilib bering. Biz sinf fondiga pul bera olmas ekanmiz. Nega? Adam chiqatdi ishlamayapmiz deb aytgandi bordilar. Men pensionerman deyapman senga. Hop, tushundim, lekin buning hech qayerga o'tmaydi. Shuncha yil o'tib kelganlarda endi o'tmay qoldimi? Voy, sanlar qarab bo'ldilaring. O'g'lingizga to'lang xatabi. O'g'lim o'zi mazasi bo'lmayapti, oyoq og'riyapti. Bo'limni ham to'lamayman, o'zimni ham to'lamayman, mana menmi bormanda. Aksiya 2+1 tekin degan nima edi? Hozir bilamiz buni, yur. Yozuv ko'rib qoldi-da, tekinga suv tarqatayotgan ekansizlarmi? Yo'q, biz emas. Biolife Ramazon aksiyasini boshlagan. O'zbekiston bo'ylab istalgan shahar va viloyatdagi xohlagan do'koningizdan ikkita 033 Biolife suvdan xarid qilsangiz, uchinchisi sizga tekinga hadya bo'ladi. Aptekalarda ham bor. Bunaqa aksiya hali O'zbekistonda bo'lmagan doda. Bolam, qolgan ikkitasini ham tekin qilib yubordi. Yo'q, chimaringiz qarang. Bu ikkita 033 Biolife suvi to'g'rimi? Shuni sotib olsangiz, uchinchisi tekinga hadya. Bilamiz, aqlli qilmang. Assalomu alaykum, nima xizmat? Bola puli berib kerak ekansizlarmi? Aha, farzandingiz qandoq? Mana bolam. Uka namicha adam yalintirdingiz? Yemay, qara yosh kattaligi ligotipi yo'qmi? Amaki, o'zi otgangiz bitta zelim bo'lsa, olsangiz oling. Bo'pti. Pulini pensiya chiqqanda olasan. Adam pensiyaga chiqishlariga 5 yil bor hali.